ustozlaringiz bugun nima vazifalar berdi sizga? Uni Yaxshi bo'ladi. Tinch. Alo, hozir. Hozir turing. bugun maktabda qanday baholar oldingiz? Yaxshi. Ustozlaringiz qanday vazifalar berishdi? Ustozlarim shu dars mavzuga doir vazifalar berishdi. Qo'shni mahalladagi Ikrom aka kecha to'yga aytgandilar. Anu amakimi? Xo'p, sizlarni ham aytishdimi? Nima bo'ldi? Kechagi holat, vaziyatlar qanaqa bo'ldi? Siz borasizmi? Xo'p, qo'shni mahalladagi Ikrom aka to'y qilayotganmishlar. Xabarlaringiz bormi? Kecha Sojida onamiz ham biroz toblari yo'q ekan, borib ko'rish kerak edi o'shalarni. Oldlariga borish kerak edi. Nima bu kechgacha yuribdi? Kimlar bilan yuribsan kechgacha? To'xtali man. Adi siz qayerdan ham bilasiz? Men o'zim bilaman qaysi bolalar bilan yurishni. Meni o'rtoqlarim siz bilmaysiz. Zo'r bolalar. Adajon uzr. Ko'chadan kech keldim. Boshqa e'tiborsizlik qilmayman. Ogohlantirish esimdan chiqib qolibdi.